Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlarga bitta yangilik aytib o'tib ketmoqchiman. Endilikda videolarimga yana xotin personaj qaytishi mumkin. Bu uchun albatta sizlardan bitta iltimos qilib qolaman. Ya'ni Shoh Johauz, ya'ni asosiy kanalim bor. Asosiy kanalimni video ostida kollaboratsiya qilganman. O'sha kanalda 30 ming obunachi qilsak, shunda xotin personaj qaytadi. Va xotin personajni ham Johaning xotini degan kanali bor bilsanglar. O'sha xotinni ham o'sha kanalda ham 10 ming obunachi qilishimiz kerak. Obunachilar nima deyapman bilmadim, hayajonlanayotgandirman. Xullas kanallarga obuna bo'lib qo'yinglar. Johoning yana adashib ketib. Garoch xotinini qashini olganlik kommentariy yozib qoldiringlar, shartni bajaringlar, tamom.